Assalomu alaykum hurmatli karamanchik obunachilar, yaxshimisizlar, charchamasizlar? Biz 13 mingta bo'ldik. Avvalambor bu uchun sizlarga kattakon rahmat, sababi sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz, sizlar bizani tomosha qilganinglar, bizga obuna bo'lganinglar uchun ham biz shu darajaga yetib keldik. Hali 100 mingta, 1 millionta bo'lish ham nasib qilsin bizga. Endi sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'tmoqchiman. Bizani yarim tayyor mahsulotlarimiz haqida odamlarning fikri qanaqa? Shuni bitta tomosha qilamiz. Prям o'na. Necha baho berasiz? 10. Nimasi yo'q sizlarga aynan? Hammasi zo'r. Zo'rmi? Mana o'zingizlar tomosha qildinglar. Bizning mahsulotlarimizga nisbatan insonlarning fikri qanaqa? Albatta juda ham a'lo darajada. Nimaga men bu videoni ko'rsatyapman? Bizning mahsulotimizni ko'pchilik bizga murojaat qilayotgan insonlar qayerdan olishni, qanaqa qilib olishni, dastavka bormi, do'konlarga ham tarqatinglar, keyinroq joylarga tarqatinglar degan savollar juda ham ko'p tushganligi uchun mana shu videoni olyapman. Hozirgi olinayotgan video taklif sifatida, ya'ni hamkorlik taklif sifatida olinyapti. Gipermarket, supermarket, market, do'kon, kafe, restoran, oshxona, fast food egalariga taklif bilan chiqish hisoblanadi. Ya'ni bizning mahsulotlarimiz sizlarga cheklanmagan miqdorda yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Mana shu raqamlarga telefon qilsanglar yoki direktdan bizga murojaat qilsanglar, sizlar bilan aloqaga chiqib gaplashib olamiz. Nimaga biz hozir hamkorlikni juda ham kuchaytirmoqchimiz? Sababi bizani ko'p insonlar, keng qamrovli insonlar kuzatyapti va juda ham talab kuchli bo'lganligi uchun bu taklif bilan chiqamiz. Albatta bizning mahsulotimiz yoqqanligi sababli ham taklif juda ham kuchayapti. O'shuning uchun ham bizlar bilan hamkorlik qilgan insonlar hech qachon adashmaydi. Bizning tovuqlarimizni o'zimiz yetishtiramiz va o'zimiz halol tarzda so'yamiz va o'zimizni fabrikada yarim tayyor mahsulot qilib chiqaramiz. Biz tayyorlaymiz, siz baho berasiz.